Kasalliklarni vaqtida aniqlovchi texnologiya haqida bilasizmi? UZD tekshiruvi sizni hayotingizni saqlab qolishi mumkin. Ultratovush tekshiruvi nima va qanday maqsadlarda foydalanadi? Ultratovush bu oddiy tovush nur hisoblanmaydi. Uning mohiyati bu noinvaziv tekshiruv usuli hisoblanadi. Parenximatoz yumshoq to'qimalarni ko'rishda foydalanadi. Yuqori zichlikka ega bo'lgan suyak va havodan o'tkazmaydi, u tovush qaytadi. Qolgan parenximatoz a'zolardan, parenximatoz yumshoq to'qimalardan o'tadigan tovush tekshiruv usuli hisoblanadi. Buni planiy va ekstremniy holatlarda foydalanish mumkin. Bunda ko'p narsani tekshirish mumkin. Homiladorlardan tortib yurak, ichki a'zolar, musko, jenskiy chaqaloqlarda boshini liqildog'i, tazabedriniy sustavlar, qon tomirlar, Doppler sistemada foydalanish mumkin. Sog'lig'ingizga befarq bo'lmang.